Agar siz yoki ota-onangiz, buvingiz, bobongiz SSSR davrida ishlagan bo'lsa, mehnat daftarchasida 1990-yilgacha bo'lgan ish staji yozilgan bo'lsa, bugungi ma'lumot siz uchun juda muhim. Chunki ko'p pensionerlar o'z pensiyasi to'g'ri hisoblanganmi yoki yo'qmi? Sovet davridagi staj to'liq inobatga olinganmi? Ayrim yillar yo'qolib ketmaganmi? Buni bilmay yuribdi. Men bugun oddiy tilda tushuntiraman. SSSR davridagi ish staji nima uchun muhim? Kimlar bundan foyda ko'rishi mumkin? Kimlar aldamasligi kerak va pensiyani qayta ko'rib chiqish uchun nima qilish lozim? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta hujjat yoki bitta arxiv ma'lumot pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men pensionerlar, nafaqa, staj, hujjatlar va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni sodda qilib tushuntirib boraman. Avval qanday edi? Ko'pchilik odamlar SSSR davrida zavodda, kolxozda, sovxozda, maktabda, kasalxonada, qurilish tashkilotlarida, temir yo'lda, aloqa bo'limlarida, savdo do'konlarida ishlagan. O'sha paytda hamma narsa qog'ozda yuritilgan. Mehnat daftarchasi buyruqlar, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish haqidagi yozuvlar, oylik maosh vedomoslari, kasaba uyushmasi hujjatlari, arxiv daftarlarida saqlangan ma'lumotlar. Hozir esa pensiya tayinlash yoki qayta hisoblash jarayonida aynan shu hujjatlar juda katta rol o'ynaydi. Chunki pensiya shunchaki yoshga qarab beriladigan pul emas. Pensiya miqdoriga ish staji, ish haqi, sug'urta badallari, lavozim, ayrim imtiyozli davrlar, harbiy xizmat, farzand parvarishi, zararli mehnat sharoiti kabi omillar ta'sir qiladi. O'zgarish nimada? Bugungi kunda davlat organlari, pensiya jamg'armasi, arxivlar va elektron bazalar orasida ma'lumotlar tekshirilmoqda. Ba'zi pensionerlarning eski staji ilgari noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Ba'zilarining SSSR davridagi ish davri pensiya hisobida to'liq aks etmagan bo'lishi mumkin. Ba'zilarda esa mehnat daftarchasida yozuv bor. Lekin muhrni aniq sana noto'g'ri, korxona nomi o'zgargan, arxiv yo'qolgan yoki ish haqi haqidagi ma'lumot topilmaydi. Shuning uchun syurpriz deganda men shuni nazarda tutyapman. Ayrim pensionerlar pensiyasini qayta tekshirtirib, qo'shimcha staj yoki ish haqi ma'lumotini tasdiqlasa, pensiya miqdori oshishi mumkin. Lekin hamma ham avtomatik ravishda katta pul oladi degan gap noto'g'ri. Bu yerda asosiy masala hujjat, dalil va qonuniy asosda. Eng avvalo SSSR davrida ishlagan, lekin pensiya tayinlangan vaqtda barcha hujjatlarni to'liq topshira olmagan pensionerlar e'tibor berishi kerak. Masalan, odam 1972 yildan 1993 yilgacha zavodda ishlagan, lekin pensiyaga chiqayotganda mehnat daftarchasida 1941 yildan 1944 yilgacha bo'lgan yozuvdagi muhr o'qilmagani uchun shu davr hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. 3 yil staj ayrim holatlarda sezilarli ta'sir qiladi. Ayniqsa odamning umumiy staji minimal talabga yaqin bo'lsa, ikkinchi toifa kolxoz va sovxozda ishlaganlar. SSSR davrida qishloq xo'jaligida ishlagan odamlarning hujjatlari ko'pincha tartibsiz saqlangan. 1 yil odam dala ishida ishlagan, paxta tergan, chorvachilikda bo'lgan, traktorchi yordamchisi bo'lgan. Ammo mehnat daftarchasida faqat kolxoz a'zosi deb yozilgan. Ba'zan ish kunlari, mehnat kunlari norma bajarilgani alohida daftar orqali yuritilgan. Agar bu ma'lumotlar topilsa, ayrim davrlarni tasdiqlash imkoni paydo bo'ladi. 3-toifa tashkilot nomi ko'p marta o'zgargan joylarda ishlaganlar. Masalan, Toshkent to'qimachilik kombinati keyin boshqa nom olgan, keyin aksiyadorlik jamiyatiga aylangan, keyin tugatilgan. Pensiya organi esa eski nomdagi korxona ma'lumotini topa olmagan. Bunday holatda arxivdan korxonaning qayta tashkil etilgani, nomi o'zgargani, huquqiy voris kim bo'lgani haqida ma'lumot olish zarur bo'ladi. Zararli yoki og'ir sharoitda ishlaganlar. Masalan, shaxtada, kimyo ishlab chiqarishda, metallurgiyada, qozonxonada, issiq sexlarda, rentgen kabinetida, ayrim tibbiy lavozimlarda, transportda yoki maxsus mehnat sharoitida ishlaganlar. Bunday ishlar ayrim hollarda imtiyozli stajga ta'sir qilishi mumkin. Lekin bu yerda faqat men og'ir ishlaganman deyish yetarli emas. Lavozim nomi, ish joyi, bo'lim, sex, mehnat sharoiti va tegishli ro'yxatlarga mosligi isbotlanishi kerak. 5-toifa pensiyasi juda kam chiqib, nega men shuncha yil ishladim, pensiyam past deb o'ylayotganlar. Albatta, hamma holatda xato bor deb bo'lmaydi. Ba'zan pensiya past chiqishining sababi oylik maosh past bo'lgani, ayrim davrlar sug'urta to'lovlari bilan bog'liq bo'lgani yoki stajning qonun bo'yicha boshqacha hisoblanganidir. Lekin tekshirishga arziydi.
Chunki ba'zi odamlarning pensiya hujjatida muhim davrlar umuman kiritilmagan bo'lishi mumkin. Birinchi misol, Nafisa opa 1960 yildan 1930 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Keyin 1930 yildan 2000 yilgacha savdo sohasida bo'lgan. Pensiyaga chiqayotganda mehnat daftarchasida fabrikadagi yozuvlar bor. Lekin 1940 yildagi lavozim o'zgarishi haqidagi muhr aniq ko'rinmagan. Pensiya tayinlashda 2 yil 6 oy bahsli davr hisobga olinmagan. Nafisa opa arxivga murojaat qilib, ishga qabul qilish buyrug'i va ish haqi vedomasidan ko'chirma oldi. Natijada o'sha davr tasdiqlandi. Pensiya qayta hisoblanganda katta boylik bo'lmasa ham oyga qo'shimcha summa qo'shildi. Eng muhimi, u o'zining haqiqiy mehnati e'tiborga olinganini ko'rdi. Ikkinchi misol. Abdulla aka 1975 yildan 1990 yilgacha kolxozda traktorchi bo'lib ishlagan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin ayrim yillar uchun mehnat kuni ma'lumoti yo'q. Arxivdan kolxoz boshqaruv qarorlari, ish haqi ro'yxatlari, traktor brigadasi jurnallari topildi. Shu orqali uning staji aniqlandi. Agar odam arxivga bormaganda bu davrning bir qismi shubhali qolishi mumkin edi. Uchinchi misol. Sergey aka 1986 yildan 1992 yilgacha zavodning issiq sexda ishlagan. U men zararli ishda ishlaganman, menga imtiyoz bo'lishi kerak dedi. Lekin pensiya organ lavozim nomini tekshiradi. Mehnat daftarchasida ishchi deb umumiy yozilgan bo'lsa, bu yetarli bo'lmasligi mumkin. Arxivdan buyruq, shtat jadvali, sex nomi, ish tavsifi, ish sharoiti bo'yicha ma'lumot so'raladi. Agar hujjatda haqiqatan ham imtiyozli ro'yxatga kiradigan lavozim ko'rsatilgan bo'lsa, masala boshqacha ko'riladi. Agar yo'q bo'lsa, faqat og'zaki gap bilan imtiyoz olish qiyin. 4-misol. Dilbar opa maktabda 1979 yildan 1995 yilgacha ishlagan. U o'qituvchi bo'lgan, keyin kutubxonachi, keyin yana o'qituvchi lavozimga qaytgan. Pensiya hisobida pedagogik staj bilan umumiy staj adashtirilgan. Bunday vaziyatda har bir lavozim alohida tekshiriladi. Chunki har bir lavozim bir xil imtiyoz bermaydi. Odamlar ko'pincha men maktabda ishlaganman deydi, lekin qonunda qaysi lavozimda ishlagan degan savol juda muhim. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz pensiyaga chiqayotganda barcha hujjatlaringizni to'liq topshirgan bo'lsangiz, mehnat daftarchangizdagi barcha yozuvlar aniq bo'lsa, arxiv ma'lumotlari ham ilova qilingan bo'lsa, pensiya organidan hisob kitob varaqasini olib tekshirgan bo'lsangiz, sizda katta muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir hujjatlaringizni saqlab qo'ying. Chunki bugun kerak bo'lmasa, ertaga farzandlaringizga qayta hisoblashga yoki boshqa ijtimoiy masalaga kerak bo'lishi mumkin. Birinchi nozik jihat, SSSR davrida ishlagan bo'lish avtomatik ravishda pensiya oshadi degani emas. Men buni alohida ta'kidlayman. Internetda ko'pincha SSSR stajiga ega pensionerlarga katta qo'shimcha pul beriladi degan sarlavhalar chiqadi. Odamlar darrov ishonadi. Aslida esa hamma narsa amaldagi qonun tasdiqlangan staj. Oylik maosh ma'lumotlari va pensiya hisoblash tartibiga bog'liq. Agar staj allaqachon to'liq hisoblangan bo'lsa, qayta murojaat qilganda pensiya oshmasligi ham mumkin. Ikkinchi jihat. Mehnat daftarchasidagi har bir yozuv ideal bo'lishi kerak. Ishga qabul qilingan sana bor, buyrug'ining raqami bor, korxona muhri bor, ishdan bo'shatilgan sana bor. Agar sana noto'g'ri yozilgan bo'lsa, masalan 1977 o'rniga 1978 yozilgan yoki oy kuni tushib qolgan bo'lsa, pensiya organi qo'shimcha tasdiq talab qilishi mumkin. Bu odamni ranjitadi, lekin organ ham hujjatsiz qaror qabul qila olmaydi. Shuning uchun xafa bo'lib ketmasdan arxivdan tasdiqlovchi hujjat olish kerak. Uchinchi jihat, arxivda hamma narsa saqlanib qolmagan bo'lishi mumkin. Korxona tugatilgan, hujjatlar topshirilmagan, yong'in bo'lgan, suv bosgan yoki hujjatlar noto'g'ri fondga ketgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda boshqa dalillar kerak bo'ladi. Ish haqi ma'lumotlari, buyruqlar, kasaba uyushmasi badallari, harbiy bilet, partiya yoki komsomol hujjatlari. Sud orqali stajni tasdiqlash imkoniyatlari. Lekin guvohlarning gapi har doim ham yetarli bo'lavermaydi. Qaysi davr, qaysi ish, qaysi sharoit ekaniga qarab farq qiladi. 4-jihat. Ish haqi haqidagi ma'lumot pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Ayrim odamda staj bor, lekin oylik maosh ma'lumoti yo'q. Masalan, odam 1982 yilda yuqori oylik olgan, mukofot olgan, ustama olgan. Lekin pensiya tayinlashda o'rtacha ko'rsatkich yoki mavjud bo'lgan boshqa davrlar olingan. Agar arxivdan o'sha yillardagi maosh ma'lumoti topilsa, qayta hisoblash masalasi ko'tarilishi mumkin.
Ammo hamma mukofotlar ham pensiya hisobiga kiradimi yoki yo'qmi? Bu alohida tekshiriladi. 5-jihat boshqa respublikalarda ishlaganlar. SSSR davrida odamlar bir respublikadan boshqasiga ko'chib ishlagan. Masalan, kimdir Qozog'istonda, Rossiyada, Tojikistonda, Qirg'izistonda, Ukrainada ishlab, keyin O'zbekistonga qaytgan. Bunday hollarda hujjatlarni o'sha davlat arxivlaridan so'rashga to'g'ri kelishi mumkin. Bu vaqt oladi. Ba'zan javob bir oyda keladi, ba'zan 3-4 oy, ba'zan undan ham ko'proq. Shuning uchun bunday masalani oxirgi kunga qoldirmaslik kerak. 6-jihat. Ayollarda farzand parvarishi davrlari bilan bog'liq savollar ko'p bo'ladi. Men bolam bilan uyda o'tirganman, bu stajga kiradimi? degan savol tez-tez beriladi. Bu masalada aniq davr, qonun va hujjat muhim. Tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, ish joyidan ta'til buyrug'i, mehnat daftarchasidagi yozuvlar kerak bo'lishi mumkin. Hamma holat bir xil emas. Shuning uchun bir qo'shnining tajribasini o'zingizga to'liq qo'llamang. 7-jihat. Pensionerlar ko'pincha og'zaki javob bilan cheklanib qoladi. Masalan, bo'limga boradi, xodim sizga hech narsa chiqmaydi deydi. Odam qaytib ketadi. Men bunday qilishni maslahat bermayman. Agar sizda asos bo'lsa, yozma ariza bering. Yozma arizaga yozma javob olinadi. Yozma javobda nima sababdan rad etilgani ko'rsatiladi. Ana shunda keyingi qadamni bilasiz. Qo'shimcha hujjat kerakmi? Arxiv kerakmi? Yuqori tashkilotga murojaat qilish kerakmi? Yoki sudga borish kerakmi? 8-jihat. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. SSSR stajingiz bor ekan, men sizga katta pul undirib beraman. Oldindan pul bering deydiganlar uchrab turadi. Hech kimga hujjatlaringizning asl nusxasini berib yubormang. Pasport, bank kartasi, PIN kod, SMS kod, pensiya kartasi ma'lumotlarini begonalarga aytmang. Rasmiy murojaatlarni davlat organlari, arxiv, pensiya bo'limi yoki ishonchli yuridik mutaxassis orqali qiling. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Agar siz yoki yaqinlaringiz SSSR davrida ishlagan bo'lsa, quyidagi qadamlarni bajaring. 1-qadam, barcha hujjatlarni bir joyga yig'ing. Mehnat daftarchasi, pasport, pensiya guvohnomasi, harbiy bilet, diplom, tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, nikoh yoki familiya o'zgargani haqidagi hujjatlar. Eski ish joyidan berilgan ma'lumotnomalar, mukofot daftarchalari, kasaba uyushmasi bileti, eski ish haqi ma'lumotlari bo'lsa, hammasini yig'ing. Ayollarda familiya o'zgargan bo'lsa, bu juda muhim. Masalan, mehnat daftarchasi qizlik familiyasida, pasport esa turmushdagi familiyada bo'lsa, nikoh guvohnomasi kerak bo'ladi. 2-qadam, mehnat daftarchasini diqqat bilan tekshiring. Har bir ish joyi bo'yicha boshlanish va tugash sanasini yozib chiqing. Qaysi davrda bo'shliq borligini ko'ring. Masalan, Mindoqli Ko'limay 2 yil mart oyida ishdan bo'shagan, keyingi ishga Mindoqli Ko'limay 3 yil yanvarda kirgan. Bu oraliq stajga kirmasligi mumkin. Yoki 1979 yildan 1905 yilgacha ishlagan, lekin mehnat daftarchasida faqat ishga kirgan sana bor, ishdan bo'shagan sana yo'q. Mana shu joylar muammo tug'diradi. 3-qadam. Pensiya bo'limidan pensiya hisob kitobini so'rang. Siz mening pensiyam qanday staj va qanday ish haqi asosida hisoblanganini ko'rsatib bering deb murojaat qilishingiz mumkin. Buni og'zaki so'rashdan ko'ra yozma ariza bilan qilgan ma'qul. Hisob kitobda qaysi yillar hisobga olingan, qaysi davrlar kiritilmagan, qancha stajdan olingan shuni bilasiz. Ko'pchilik aynan shu hujjatni ko'rmagani uchun o'z pensiyasida xato bormi yoki yo'qmi bilmaydi. 4-qadam, kiritilmagan yoki shubhali davrlar bo'yicha arxivga murojaat qiling. Arizada quyidagilarni aniq yozing. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, o'sha paytdagi familiya agar o'zgargan bo'lsa, korxona nomi, taxminiy ishlagan yillar, lavozim, bo'lim yoki sex nomi, nima kerakligi, ishga qabul qilish buyrug'i, ishdan bo'shatish buyrug'i, ish haqi ma'lumoti, stajni tasdiqlovchi ma'lumotnoma. Ariza qancha aniq bo'lsa, arxiv xodimlariga qidirish shuncha oson bo'ladi. 5-qadam, eski korxona mavjud bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri o'sha tashkilotga murojaat qiling. Ba'zi korxonalar tugatilmagan, faqat nomi o'zgargan. Masalan, zavod hozir aksiyadorlik jamiyati bo'lishi mumkin. Kadrlar bo'limida eski hujjatlar yoki arxivga topshirish haqidagi ma'lumot bo'lishi mumkin. Ular sizga hujjatlar falon davlat arxiviga topshirilgan deb yo'nalish beradi. 6-qadam. Agar boshqa davlatda ishlagan bo'lsangiz, xalqaro so'rov jarayoniga tayyor bo'ling. Bu tez bo'lmasligi mumkin, lekin tasdiq kelsa juda foydali bo'ladi. Arizada shahar, tuman, korxona nomi, lavozim, yillarni aniq yozing.
Eski hujjatlarda rus tilidagi nomlar bo'lsa, ularni ham ko'rsating. Masalan, строительное управление, sovxoz, mexanizirованная kolonna kabi nomlar arxiv qidiruvida yordam beradi. 7-qadam, rad javobi olsangiz sababini o'qing. Hujjat topilmadi degani siz ishlamagansiz degani emas. Bu faqat arxivda hujjat topilmaganini bildiradi. Bunday holatda boshqa arxiv, yuqori tashkilot, korxona vorisi sud orqali tasdiqlash masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin har bir qadamni hujjat bilan qiling. Og'zaki gap bilan yillar o'tib ketadi, yozma iz esa qoladi. 8-qadam, qayta hisoblash uchun ariza bering. Agar siz yangi hujjat topgan bo'lsangiz, uni pensiya organiga topshiring va pensiyamni yangi taqdim etilgan hujjatlar asosida qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozing. Arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling. Asl nusxalarini ko'rsatish kerak bo'lsa ko'rsating. Lekin imkon qadar o'zingizni saqlang. Topshirgan hujjatlaringiz ro'yxatini 2 nusxada tayyorlab, qabul qilinganini tasdiqlatib olish foydali. 9-qadam, natijani kuting va javobni saqlang. Agar pensiya oshsa, qaysi sanadan boshlab oshirilgani, oldingi davr uchun farq to'lanadimi yoki yo'qmi, buni aniqlang. Agar oshmasa, nega oshmagani yozma ko'rsatilishi kerak. Ba'zan odam hujjat topadi, lekin u pensiya miqdoriga ta'sir qilmaydi. Chunki oldindan maksimal yoki yetarli ko'rsatkichlar olingan bo'lishi mumkin. Bu ham normal holat, lekin bilib qo'ygan yaxshi. 10-qadam, oiladagi keksa insonlarga yordam bering. Ko'p ota-onalarimiz ariza yozishni, arxivga borishni, elektron murojaat qilishni bilmaydi yoki charchaydi. Farzandlar, nabiralar yordam bersa, ko'p masala hal bo'ladi. Birgalikda mehnat daftarchasini ko'rib chiqing, sanalarni yozing, hujjatlarni papkaga joylang. Nusxa oling. Bu oddiy ishdek tuyuladi, lekin ba'zan bir oylik emas, butun umr mehnatining tan olinishi masalasidir. Men yana bir muhim maslahat beraman. Har doim nusxa oling. Mehnat daftarchasi arxiv ma'lumotnomasi, pensiya hisob kitobi, arizalar, javoblar hammasidan nusxa saqlang. Telefoningizga rasmga olib qo'ying, lekin faqat telefonga ishonmang. Qog'oz papkada ham saqlang. Hujjat yo'qolsa qayta tiklash juda qiyin bo'lishi mumkin. Demak, SSSR davrida ish stajiga ega pensionerlar uchun eng katta yangilik shuki, eski staj, eski ish haqi va arxiv hujjatlari bugun ham ahamiyatga ega. Agar pensiya tayinlangan paytda ayrim davrlar hisobga olinmagan bo'lsa, hujjatlar topilsa, pensiyani qayta ko'rib chiqish imkoniyati paydo bo'lishi mumkin. Lekin buni avtomatik sovg'a yoki hammaga bir xil qo'shimcha pul deb tushunmaslik kerak. Hamma narsa aniq hujjat, qonuniy asos va to'g'ri murojaatga bog'liq. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq mehnat daftarchangizni yoki ota-onangizning hujjatlarini tekshiring. Qaysi yillar yo'q, qaysi muhr noaniq, qaysi korxona tugatilgan, qaysi davr pensiya hisobiga kiritilganini aniqlang. Kerak bo'lsa arxivga va pensiya bo'limiga yozma murojaat qiling. O'z haqqingizni bilish va hujjat bilan talab qilish hech qachon kech emas. Agar sizda SSSR davridagi staj bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi yillarda ishlagansiz, qaysi sohada ishlagansiz, qanday muammo bor? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringizga yuboring. Balki aynan shu video kimningdir pensiyasini to'g'ri qayta tekshirtirishiga sabab bo'lar.